Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga yangi kelgan adabiyotlardan biri bo'lgan Muhammad Ismoilning Menga so'z bering she'rlari kitobini sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman. Ushbu kitobda Muhammad Ismoilning 30 yil mobaynida yozgan deyarli barcha she'rlari jamlangan. 30 yil davomida davr o'zgardi, zamon o'zgardi, dunyoqarashlar o'zgardi, inson o'zgardi. Bularning barchasi Muhammad Ismoil ijodidan ozmi ko'pmi aks etadi. Quyida e'tiboringizga havola etadigan kitobimizdan she'rlar shoir qalbining 30 yillik iztiroblari jamlanmasidir. Ulardan O'zbekiston she'rini sizlarga o'qib bermoqchiman. Hayot nima tongda tursam ermak ekan, uyg'onmasam o'tib ketgan ertak ekan. Buncha qisqa deya ko'kka yolvordim men, foydasi yo'q, baqirmaslik kerak ekan. To'xtamaydi taqdir degan to'xtamaydi. Bugungi kun kechagiga o'xshamaydi. Kim soatda tugab borar kunlar, ammo yashamoq muhabbat hech tugamaydi. Shunday kitoblarni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizda sizlarni